Hammaga assalomu alaykum. Men hozir endi turdim. Kofem tayyor уже. Hozir bugun sizlar bilan ozgina kichkina vlogcha qilamiz. Kechagi vlogim yoqdi degan umiddaman. Har kun shunaqa vloglar qilish niyatim bor. Hozir endi turganim uchun hali hech qanaqa makiyaj hasa qilmadim. Birinchi o'rinda tuxum qilamiz. Tuxum pishiramiz. Bugun bitta ikkita planim bor. Birinchisi bu tuxum yeyish. Keyin ikkinchisi ozgina peshkom yurmoqchiman, 1 soat bo'lsa ham. Undan keyin Timudan zakazim kelgan edi. Shu zakazimni borib olishim kerak. Keyin bugun tish doktoriga boraman. Tishim og'rimayapti. Prosta tekshirish uchun yaxshimi yo'qmi, menda sug'urta bor, shuning uchun sug'urtamni ishlatishim kerak. Aytgancha, umuman men boshqa yog' ishlatmayman yoki olivka ishlataman, olivkovoy yoki sariyog' ishlataman. Juda ko'p yomon gaplar eshitganligim uchun o'sha har xil yog'larni faqat shunaqa yog'dan ishlataman. Skоворodkam hozir ko'rsataman sizlarga. Prikolni. Qaranglar qanaqa. Mana mushugim. Vazi. Salom deb. Miau. Yotishdi, qaranglar, yotishdi. Bugun bizda havo ancha yaxshi. Qorlar eridi ancha, lekin hali ham bor. Mana bu maket, men o'zim yasaganman. Mana shu maketni o'zim yasaganman. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bu ichi anavda gullar bor. Sotib olganman, o'zim yasaganman shu narsalarni. Kichkina qaranglar. Hammasi qog'ozdan yasalgan bular. Mana bu aloe. Qaranglar qanday o'sib ketyapti. Aloeni kesishim kerak edi. O'sib ketyapti. Bu menda 3 yildan beri turibdi уже. Mana buni yaqinda tug'ilgan kunimga berishgan. Bu ham ko'p suv so'ramas ekan. Quyosh chiqdi, juda ham chiroyli. Chiroyli mazali havo bugun. Mazali desa bo'ladimi havoni? Chiroyli havo deylik. Zavtraqim tayyorladim. Mana tuxum. Shunaqa xom tuxum yaxshi ko'radiganlar bormi? Pomidor и tost. Mana shu pomidor tosti yana bittasini yeyman keyinroq. Mazali kofe. Kimdir kommentariyada Xudoga shukr, Allohga shukr demaysiz deb yozibdi. Aytaman, ichimdan aytaman-da. Men uni aytsim, hammaga bunaqa aytishim shart emas-ku. Hamma odam o'zida ichida bo'lish kerak. O'sha siz qanaqa his qilsangiz, men aniq anavi bir xillar bor, bismillahirrohmanirrohim hammaga aytadi, lekin o'zi hayotda o'sha narsani aytmaydi-da yoki ana qilmaydi. Nima deydi, musulmonlar ba'zilar umuman shunaqa xudojo va xudo shunaqa har doim xudo haqida gapiradi, har doim voy bu noto'g'ri, xudo bunaqa degan, bu noto'g'ri, musulmonmiz deydi, lekin hayotda hammani aldaydi. Hamma joyda yolg'on gapiradi, o'zini shunaqa qilib ko'rsatadi. Lekin men Xudoga shukr, nasib bo'lsa, ilohim har doim aytib yuraman. Prosta Instagramda storieslarda ko'p aytganman, lekin hech ham bunaqa YouTube'da aytmagan ekanman, bilmasam. Bunaqa videolarda ko'rgazma qilib bir xillar ko'rgazma qilib bir xillar ko'raman. O'zlari nima qilib yurishganini bilamiz. Eng yaxshi ko'rgan narsam pomidor и tost. Ichida agar mayonez bo'lsa, undan ham zo'r bo'lardi. Agar mana shu mayonez ustiga mayonez qo'yganimda mazali bo'lardi, lekin mayonez qo'ymaymiz, chunki mayonezda yuzimiz sразу narsalar toshib ketadi. Lekin hozircha pomidor bilan shunaqa yeb turamiz. Bugun magazinga borib pomidor bodring olishim kerak yana. Ozgina yuraman. Bunaqa idishim bor. Ichiga suv solib. Umuman yurmaganimga bilmam qancha bo'lib ketdi. Uyda hamma narsa bor shug'ullanishga, lekin umuman qanaqadir bir xohishim yo'q. O'zim majburlashim kerak. Odam o'zini majburlamasa hech narsa qilmas ekan. Majburlash kerak ekan. Yana ba'zida kofe ichgan vaqtim kollagen ichaman. Kollagenimni mana shunaqa idishga solib qo'yganman. Уже shuncha ichib qo'yibman, qarang. Yana mana shundan yana bitta bor, shuni tugatishim kerak edi, kollagenni. Bitta boshqa kollagen ichib ko'rdim, shunaqa zo'r rasmni qo'yaman. U kollagen qimmatroq. Endi mana shu kollagenim tugagandan keyin, chunki men uni olsam, buni umuman ichmayman-da, almashtirishni xohlamayman. Hozir buni tugatishim kerak, chunki bu ham qimmat edi.
bu men. Bu oshxonam shunaqa kir bo'lib yotibdi. Lekin to'g'rilaymiz. Hozircha birinchi qiladigan ishlar qilish kerak. Уже 11 bo'ldi bizda. Vaqt shunaqa tez o'tyapti. Sizda ham shunaqami? Uyda o'tirsangiz vaqt tez o'tib ketadi-da, ko'chaga chiqsangiz sekin o'tadi. Ta'mi bo'ladi. Zo'r emas, bo'ladi. Bugun uyimizda qanaqa mashg'ulot qilsa bo'ladigan narsalar borligini ko'rsataman. Birinchidan bu mana bunaqa begovая дорожка. Juda ham kichkina razmeri. Zo'r. Buni menga Jerta xolasi bergan, podarka qilgan. Keyin mana bunaqa velik. Suv qo'ysangiz bo'ladi, maza qilib shug'ullansangiz bo'ladi. Keyin mana buni Jerta bir dunyo sotib olgan, qimmat turadi, hammasini olgan, lekin shug'ullanmaymiz, chunki umuman vaqt yo'q, xohisham yo'q, lekin qilishimiz kerak. Shular hammasini qaranglar qancha. Keyin mana bu yerda bizda mana shunaqa leg press deyiladi bu. Leg press. Shunaqa o'tirasiz, oyog'ingiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Juda ham juda zo'r narsa bu. Prosta men shug'ullanishim kerak. Endi boshlashim kerak. Keyin bizda mana bunaqa narsa bor. Buni tortish kerak. Biror kun ko'rsataman videoda. Keyin mana bunaqa narsa bor. Bu bel uchun yaxshi. Mana belingiz og'riydi-ku, tortilishi kerak bel. O'shanda mana shunga yotib, belingizni shuni tortsangiz bo'ladi. Shunaqa telangizni tortsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r narsa. Bu xonani ozgina ko'rsatib o'tib ketaman. Bu xona o'zi spalniy. Mana shu xona o'zi spalniy. Hozircha mana shunaqa bo'lib turibdi. Chunki remont qilishimiz kerak. Hozir o'zimiz shuni polniy yechganmiz, devoldi. Mana bu ketadi. Bu ketish kerak. Musorga ketadi bu. Mana bu devolni polniy to'g'rilaymiz. Bu o'zi spalniy xona. Nasib bo'lsa to'g'rilaymiz. Hozircha shunaqa xona bo'lib turibdi. Mana bu gullar to'ydan qolgan. Jerta akasi uylangan vaqti to'yiga onasi olgan edi. Buni endi sotishimiz kerak. Hozircha mana hamma narsalar shunaqa bo'lib turibdi. Hozircha narsalarimiz ko'p bu yerda. Bunda har doim ishlatadigan narsalarimiz. Bu yerda idishlarim bor, bir dunyo idishlarim. Mana korobkani saqlab qo'yganman. Mana bu muz tayyorlaydigan idish narsalarimiz bor. Podvalimiz bor mana bu yerda. Podvaldan hamma narsani podvalga o'zi tushirib qo'yishimiz kerak edi. Prosta hozircha shu yerda turibdi. Shunaqa. Mana qaranglar. Ko'chada juda yaxshi havo. Bu uyda orqasi o'zi. Mana shu xonani nasib bo'lsa, balkim bir yillarda chiroyli qilib o'zimizda spalnimiz qilamiz. Katta xona. Mana bu yerda vanniy bor. Mana vanniy. Vanniy xona. Mana bu yer zal. Biror kun butun uyni ko'rsatarman. Bu zalimiz. Shunaqa chiroyli. Oddiygina, hech qanaqa shaham, qanaqadir bir nimalar yo'q. Nasib bo'lsa pardalar olamiz, hammasi zo'r bo'la. Hozircha shunday turibdi. Oddiygina yashaymiz. Mana buni qaynonam bergan bizga. Yana nima? Mana televizor ko'rib, maza qilib shug'ullansa bo'ladi. Maza qilib, men erinaman-da, shug'ullanmayman. Endi nasib erinmasligim kerak. Mana shunaqa. Bu zal, zaldan srazu. Bugun shunaqa pijamada shug'ullanaman, chunki I know I can place them in order and get them to move. Mashq qilib bo'lib, cho'milib, sal odam bashara bo'lib. Hozir zubnoga ketaman. Bugun borib tishlarimni ko'rsatishim kerak. Tishim og'rimayapti. Prosta tishlarimni ko'rsataman. Sababi tishlarni ko'rsatib turish kerak. Sog'lommi, sog'lom emasmi? Bugungi stilim har doimgidek komfort stil menda. Hozir
Bismillahirrahmanirrahim. Doesn't it? Yeah, sometimes people say like, no, you're not allowed. Like, hozir kirib chiqdim. Tishlaring yaxshi dedi. Hamma tishlarim yaxshi ekan. Yomon emas, hammasi sog'lom, chunki men 2 yil davomida davolatgan edim. 2 yil davomida davolatganman, 2 yil oldin. Kanadaga kelganimda hamma tishlarimni davolatgandim. Chunki O'zbekistonda tishlarimni rasvo qilib tashlashgan edi. Qanaqadir neopatniy tish doktoriga borganligim uchun. Shunaqa. Tishlarim yaxshi, xursandman. Bugun bir tiyin ham olishmadi, sababi menda ikkita sug'urta bor. Ikkita sug'urta hammasini qopladi. Bo'lmasam, где-то $350 to'lashim kerak edi. Prosta bugun ko'rish, men tishlarimni qarab berish uchun $350 to'lash kerak edi. Lekin to'lamadim, chunki sug'urtam qoplab berdi. 5 kilo piyoz $5.99. 5 kilo. Juda ham arzon bu narxga. LB degani pounds. Yarim kilo deganida. Yarim kilo apelsin $1.99. Qulupnoy $5 ekan, $4.99. Mana shuncha qulupnoy. Lablagi $5 ga yarim kilo. Bu eng arzon magazinlardan biri. Banan yarim kilosi 78 sent, yarim kilosi. Yaxshi narx. Karam yarim kilosi 99 sent. Tayyor meva ham olsa bo'ladi. Bu $20 turar ekan. Butun mana shuncha meva. Bularda mana shunaqa pelmenga o'xshagan narsalar bor. Lekin menga yoqmaydi. Ta'mi umuman yaxshi emas. Mana bu pelmenga o'xshaydi, lekin pelmenga o'xshasa ham umuman yoqmaydi. Umuman yaxshi emas mana shular. Keyin mana bunaqa narsalar bor. Bu wonton wraps degani. Bu xamir. Masalan, pelmen pishirmoqchi bo'lsangiz, уже tayyor kesilgan xamir. Tayyor turibdi. Shuni ochasiz. O'zingizga pelmen tayyorlab olsangiz bo'ladi. Rosa ham zo'r mana shu. Narxi ham arzon. Mana shunaqa tayyor ovqatni yaxshi ko'rishadi kanadaliklar. Narxlari qimmat emas, $4-5 turadi. Juda tez pishadi. Mikrovolnovkaga 5 minutga qo'yasiz, shu tayyor. Mana olma yarim kilosi $2 ekan, yomon emas. Mandarin, apelsin arzonroq ekan hozir. $2 yarim kilosi. Qaranglar qanaqa tog'. Nasha chiroyli. Mana bu yerda ham tog'lar. Qaranglar, suv shunaqa kamayib ketgan. Mana bu yer qurib qopti. Qurib yotibdi. Bo'lmasam suv anaqacha bo'lishi kerak. Qurib qopti.
Anaqa go'zal olam. Uyga keldim, nimalar olganimni ko'rsataman. Bodring $1.99. Pomidor $5.99. Karam $3.45. Va mana bunaqa pirogis. Bu vareniki qovurib yeysiz. Videoga like qo'yib, kommentariy yozishni unutmang. Ertagacha.